Otaydi ham, o'zingni ham. Uka, yaxshimisan? Yaxshi bo'ladi. Pul jo'natdim, oldinglarmi? Otamning sog'ligi joyidami? Sen xotirjam bo'l, aka, pulni jo'natur. Ukajonim, otamga yaxshilab qara. Bu yoqda ham ish o'zi bo'lmayapti. Jo'natgan pulingni o'zim uchun ishlatganim yo'q-ku. Ishlatgan bo'lsam, otamning sog'ligi uchun ishlatyapman. Og'ayni Cobalt bilan bir xonali uyni sekin bosib yubordim. Tabriklavur. Tabriklayman og'ayni. Otangni ham davolatyapsan ish qilib. Suv. Ahvolingiz yaxshimi? Ozgina issig'im chiqyapti. Issig'iz chiqayotgan bo'lsa, bitta ko'k choy ichoring. Shu bilan ko'rmaganda yaxshib ketasiz. Ko'k choydan olgan. Holim yo'qda. Ko'p ham nolimang. Yaxshib ketasiz. Umuman o'rtoqlarimga umuman noliman. Nolavermang. Akang pul jo'natmadimi? Bankaga pul jo'nataman degan edi. Jo'natgani yo'q akam. Jo'natsa aytaman. Yoturmaysiz, maza qilib damni ol. Shuncha pul jo'natdim. Noinsof. Bir marta ham doktorga olib bormabsan otamni. Dilavni otam o'lib qolgan yo'qmi? Jo'natgan pulim yeb ichishingga ham, otamni davolashingga ham yetardi-ku, noinsof. Akam bo'lsang o'zingga. Ota faqat meniki emas. Ota seniki ham, meniki ham. Kasal ota masalan menga kerak emas. Ota kerak bo'lsa, Rossiyadan bugun keldingmi? Boqo otamni. Ketdim, uyingda ham, o'zingda ham. Ota-potang kerak emas menga. Ketsang ketaver bola. Bir kun bolangdan qaytadi. Aqllilik qilma, qaytmaydi. Umuman qaytmaydi. Qaytsa qaytar. Otaydi ham, o'zingda ham. Dorimni olib berib Mani vaqtim yo'q. O'yin o'ynayapman. Bir kun bolangdan qaytadi.